Assalomu alaykum, qadrdonlar, yaxshimisizlar? Bahor keldi, hamma joyda qurilish boshlandi. Tom yopishda to'sin, vassalik, xullas hammasidan bor. Xudo xolasa, dastavkalar kelishilgan holatda bo'ladi. Bu tomonda mana vassaliklar deb qo'yamiz, ya'ni loy bosishdan oldin tashlaydigan vassalik deydi bizni vodiyda. Biz hozir Farg'ona shahar kombinatda turibmiz. Kombinat Taxtabozorda turibmiz. Hozir Murodjon bilan sizlarga to'liq obzorni qilib beramiz. Iloji boricha bo'lish narxini chiqaramiz, xudo xolasa. Bemalol talashib, tortishib ham olaverasizlar. Katta ob'yomda bo'ladigan bo'lsa ham kelishgan holatda qilib berishadi. Dastavkasini ham o'zlari bilan kelishasizlar. Xudo xolasa, ular bittadan like bosgan bo'lsalaring, bo'lmasa boshlaring. Murodjon, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Xo'p, bo'lmasa to'sinliklardan boshlaylik. Xo'p, bular necha metrlik? 5 metrli to'sinlar. 5 metrli to'sinlar. Baquvvat to'sinlar. Bu qanaqa terak bu? Ko'ktera aka. Ko'ktera, ya? O'zi to'sinligi ko'ktera tashladi, kalifor tashlmaydi. Kalifor ham tashlashadi, endi xizmatiga. Ha, nechta pul bu hozir 6 metrlik? Bu 5 metrli aka. 5 metrlik. Nechta pul? 150 ming so'm. 150 ming so'm donaga chiqyapti. Tevasigacha bir xil ekan, xudo xolasa. Holat yaxshi kaliforniyasi yo'q, hammasi. Hozir hammasi shunaqa narxmi? Hammasi bir xilda 150 ming so'm. Bir xilda 150 ming so'm. Endi bir 60 ta 70 ta odam olgan odam sal kelishtirib berasiz. Kelishgan holat. Nech puldan qilib berasiz? 150 ming so'm deyapmiz. 150 ming so'm deyapsiz, kelishtirib berasiz. Bu tomondagilarchi? Bular 4,5 metrli aka. 4,5 metrlik bular. Baquvvat to'sinlar bu ham. Nech pul bular? Bular 120 ming so'm aka. Bu ham ko'ktera. Ha, ko'ktera, kaliforniya. 120 ming so'm. 120 ming so'm. Juda ham yaxshi. Bularchi? 6 metrligimiz bor, baquvvat. Bo'lmay qoraygan bu. Quruq-da. Quruq, ha? Quruq tashaladimi, so'l tashlash kerakmi? Quruq tashalgan yaxshi. Quruq tashalgan yaxshi. U og'irlashib ketmaydi-da. Og'irlashmaydi. Mashinasi quruq yaxshi ekan. Xo'p, 6 metrmi bu? 6 metr. Nech puldan chiqyapti? 250 ming so'm bu aka. 250 ming so'mdan, juda ham yaxshi. 200 minglik ham bor, 180 minglik ham bor. Uni ham ko'rsatamiz. Ko'rsatamiz, a? Bularchi aka? Bular xari 18 18 xari. Nech pul bu? Shu metrga sotiladi aka. 80 ming bilan 100 ming o'rtasida kelishilgan. 80 ming bilan 100 ming orasida kelishilgan holda. Xari deydi aka, Uzun xarilar ham bor, 10 metrligacha bor aka. 10 metrlik. Bular nech pul? Bu 10 metrligimiz 100 ming bilan 130 ming o'rtasida. 100 ming bilan 130 ming orasida. Qadrdonlar, arzonmi, qimmatmi? Albatta yozib ketishingizdan chiqmasin. Iloji boricha narxlarni arzon aytishga harakat qilyapmiz. Bularchi aka? Bular 5 metrli baquvvat to'sinlar. 5 metrli baquvvat to'sinlar. Bular nech pul chiqyapti? 180 ming chiqadi aka. 180 ming so'mdan, a? Juda ham yaxshi. Yana nima bor aka? Mana nima arzonlar bor aka. Bular nima deyiladi? Strapilar. Strapilar? Sipertaga ishlaydi bular. Bular cho'qiri 4 metrli, yaxshi holati. Bu tog'i yo'q. Bu tog'i yo'q. Nech puldan bular? 50 ming deyapmiz. O'zi bu nimaga ishlaydi? Uyda qatiga ishlaydi. Strapilar sipertaga ishlaydi. Sipertaga mana shunday holatda bo'lib, shunaqa holatda. Naveslar uchun ko'proq mana shunaqalarni olishadi. To'sin tagiga murlatga ham ishlaydi. To'sin tagiga ham ishlaydi. Murlat bor, mana bunaqalar bor. Bular arzon. Bular 40 ming so'm. 40 ming so'mdan. Necha metr bu? 4 metrli. 4 metr. Bu nech pul edi? Bu 50 ming so'm. 50 ming so'm. Bu farqi nima bu bilan? Bu hammasi 4 burcha. Cho'qir narsa. Bunda jarbili bor. Sarsal bunaqa. Sarsal jarbili bor, ha, yaxshi. Endi sortiga ham bog'liq ekanda. Juda ham yaxshi. Bunisi to'sinlarimiz bor. 7,13 4,5 metrli. 7,13 4,5 metrli. Bu qanaqa terak bu? Ko'kterami? Ko'ktera. Hozir sizda hammasi ko'ktera. Hammasi ko'ktera. Nech pul chiqyapti hozir? Hozir bu 1 mingga sotyapmiz. Endi cho'pirib olishsa kelishilgan holatda qilib beramiz. Qilib berasiz. Juda ham yaxshi. 4 metrli ham. 4 metrli. Nech pul bu? 90 ming qilib beramiz. 90 ming. To'liq 7,13 chiqqan. 7,13. Bu ham bir xil. Ha, bir xil emas. Xo'p. 4 metrli to'sinlarimiz bor aka. 4 metrli to'sinlar. 4 metrli to'sinlar endi kichikroq uylar uchun-da. Ha, kichkina uylar aka. Kichkina uylar uchun. Nech pul chiqyapti bular? Bular 70 ming so'm chiqadi aka. 70 ming so'm. Mana shu 4 metrliklar necha metrli uyga tashlaydi? 3,5 metrli joyga ketaveradi. 3,5 metr devorni minishi, ba'zan 25 ta minib ketadi. Juda ham yaxshi. Xo'p. 5 metrli sarobimiz bor aka bitta. Sarob? O'zi sarob nima deyiladi o'zi? Sarob nima degani? Strapilantaga bellamchi aka. Strapilantaga bellamchi. Baquvvat narsalar aka. Nech pul bu? Bu 70 ming so'm. 70 ming so'm. Bu ham kelishilgan holatda. Kelishni berasiz yana, ko'proq olgan odamga albatta. Bular vassaliklar. Vassaliklar. Bu tom nimadan oldin, loy bosishdan oldin qo'yiladi. To'sinni tepasi qo'yiladi. To'sinni tepasiga qo'yiladi. Nech pul bu? 15 ming qo'yamiz aka. Qatorinimi? Kvadratini aka. Kvadrati 15 ming so'mdan. Hammasi yumolmaganmiz. Yumalab olamiz, hammasini ikkilik qilib tilingan. Hali ichida o'tin chiqadi, hammasi vassa ishlagan narsa chiqadi.
Astiga ishlaydigan chiqadigan narsa bo'ladi. Juda ham yaxshi. Kvadrati 15 ming so'mdan. 15 ming so'm. Endi misol uchun 5 xonaga qancha olish kerak? 5 xonaga bitta uyimiz 5 ga to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, bitta uy 20 kvadratdan ketadi. 20 kvadrat 100 bo'lsa, kvadrat olinsa, 100 kvadrat bo'lsa 15 ga ko'paytirilaveradi. 15 million bo'ladi. 1,5 million bo'ladi. 1,5 million bo'ladi. 100 kvadrat. 100 kvadrat. Jo'ra, menja kvadrat chiqarishga unchalik yo'qman. Endi bular faqat bir xil sorti bormi 15 mingdan buni? Buni 10 mingligi ham bor. 10 mingligi ham bor. Endi nima farqi bor 15 minglik tashladimi, 10 minglik tashladimi? 10 minglik bunaqa bo'ladi, Sal- kichikroq bo'ladi. Kichikroq, yupqaligida uyqu qolmaydi. Vazmi bir xil bo'ladi. Faqat 15 minglik bilan taxta bo'ladi. Ha, Ular to'sirlar uchidan chiqqan, basta bor. ha, farqi shu. Farqi Buni ham tashlasa bo'laveradi. shu bo'ladi. Uzoqlar yashayman desa, narigini tashlashgan yaxshi. Ko'rsa ham xizmati bitta, faqat mo'cha kichkina, Ha, bu 50. 50 lira. Farqi shu. Kvadratga chiqaveradi. Bundan masalan 100 kvadrat olinsa 1 million bo'ladi. Ha, tushunishim bo'yicha hozir 15 minglikni olsa ham o'sha, 10 minglikni olsa ham o'sha. Xizmati bitta. Faqat kvadrati buni kamroq chiqarganda, mana. Masalan, bundan 100 kvadrat olinsa 1 million bo'ladi. Ha, Aybi kichkinaligini hisobiga ha, ko'p qo'yilgan. ko'p qo'yilgan. Chiqaveradi. Juda ham yaxshi. Demak 10 ming so'mdan. Bular nima yoqda deydilar bular? Bular endi terilyapti. Terilyaptilar, bular. Bitta 6 metrli to'siqlarimiz bor ekan. 6 metrli to'sin. 5 metrli uylar uchun, ha? Ha, 5 metrli uylar uchun. 5 metrli uylar uchun 6 metrli to'siq tashlalar ekan. Endi 4 metrli uyingiz bo'lsa, Mana shu 5 metrli 6 tashladi. metrli to'siqlar. 6 metr bu. Ha, 6 metrli. Nechi pul chiqyapti bu? Bular 200 ming chiqadi aka. 200 ming. Bular 180 ming chiqadi aka. 180 ming. Bu ham 6 metrli. 6 metrli bu. Farqi nima bu bilan buni? Bu baquvvatda, shopda. Ha, qalinroq bu. Qalin bor. Bu sal Yo'g'onroqda daraxt. keyin Oh. 420 to'sinimiz bor aka. 420 lik. Bu 380 lik uylar uchunmi? 370. 370, ha? ketaveradi. Baribir 50, 60 chiqib ketar ekanda hozir. Bular endi terilyapti-mi? Hammasi bir xil baquvvat narsa aka. Ko'k terakda ajoyib hidi bor, ha, mazza hidi odamlarlik. Bular Qitig'laydi mana, qitig'laydi demoqchi. Menga yoqadi masalan, mana shu terakda hidi yoqadi. Necha pul qilib beryapsiz hozir bularni? Bularimiz 40 ming so'm. 40 ming Endi so'mdan. bu terilsa ichida 50 minglik ham bo'ladi, 30 minglik ham bo'ladi-da. Bu har terilgan yo'q. Terilsa o'sha 30 ming bilan 50 ming o'rtasida narsa chiqadi. Endi Rossiyada aka-ukalar bo'ladigan bo'lsa, pulni bersa olib borib tashlab beraverasizmi? Ani dastavka kelishib Bezu qilib qo'ysiz bo'lar ekan telefoningiz. Telefonda tinmayapsiz aka. Rossiyada, Qirg'izistondan qolgan davlatlarda bunday yashaydigan aka-ukalar, ishlaydigan aka-ukalar bo'ladigan bo'lsa ham ukamizga bemalol aloqa qilsalaring bo'ladi. Borgandan keyin to'lovsini qilaverasizlar, xudo xolasa. Sipertagi strapilalar bor, 6 metrliklar aka. Saropi ham bor. Saropi ham bor. Bular nechi puldan? Bular bular endi terilyapti. Ertaga oldingizda aka, hali biz uyganimiz yo'q edi. Ha, terilyapti. Terilyapti. Bu ham eng kichkinasi 50 ming so'm bo'ladi, ag'a 70 minggacha bor. 70 minggacha bor. Zo'r. Xudo xolasa. Yana nima qoldi aka? Hamma yo'q chiqarding menimcha. Hamma yo'q chiqdi. Xudo xolasa. Qadrdonlar, manzilni yana bir qator aytadigan bo'lsam, shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, manzil Marg'ilon shahrida Kamina degan joy bor. Taxta bozori. Ekranning nomerlariga Murodjonni nomerlarini qoldiraman. Telefon qilinglar, bemalol aloqa chiqsalaring. Chiroyli narxlarda qilib berishadi. Aytilgan narxlar bor narxlar. Hali kelganingizdan keyin oshirib olmaymiz. O'sha narx. Oshirib olinadi. Oshirilmaydi, xudo xolasa. Kelishilgan narx bo'ladi. Xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.